Voy, tamoq pishirgan vaqtni bilib qolgandek, dal vaqtida kelibsin ha? Ha. Mening burnimni tamoq pishqini eskartadigan qo'ng'iroq soat va emasmi? Shun keldim. Sen qarab turmay olam ana. Nim bo'ldingiz? Kayfiyatingiz bekil nacharg'o. Boshlig'ingiz bilan bir narsa deyishib qoldingizmi? Seni ishki balını baqıman deb, tatmagan japa iştibga izza az emas mushkullarda. Ukam, ishtining mehnat bo'lib ketibdi. Almashtirib etgina, men bir jip beray. Sening dastingdan xotirjam aramag'in bo'lmadi bu uyda. Put qo'limni taqaqsiz bo'ltirayman-da. Meni boshqurmagan sen qoldingmi acha? Men seni o'ltama demadim. Safaning qirimlari buzilib ketsa, bir monch pulga o'ngishtiradigan gapkan. Uning ustiga pulni sen ming bir japoda topadigan tursang. Charchabmi qolgansiz? Ilanga qiziqcha iching. Ketiray bu narsani. Menga pes kuchib, tomoq so'ndiradigan narsa chiqaman. Avval tomoqingizni yeng. Men ondan akirib biray. Och qolsaq so'yishsangiz, oshqozningiz og'riydi. Kecha uxlayolmasangiz, at ishq kechikisiz. Ilanga Sizlarga sovg'a tayyorladim. Ko'rib boqamsizlar? Endi yeb boqqana qini. Ya acha nima qilganing bu? Bir tal cho'kida qandoq tomoq yig'ildi, qachon to'ydi bu qosaq? To'g'ri deysan. Bir tal cho'kida tomoq yegilib bo'lmaydi. Yegilib bo'lgandimi, qo'saq to'ymaydi. Ayollik turmushmi? Xuddi mushu bir jip cho'qiqlam o'xshaydi. Birisi harakatlanmasa, bir narsani qisib yegilimi bo'lmaydi. Mana mushuninga o'xshash bir uyda bir odam ishlab pul topsa, yana bir odam uyda o'ltirsa, turmush qiyinchilikqa yo'liqadi. Ishlayotgan odamga eg'ir keladi. Bir gap bor-ku, yolg'iz otning chig'i chiqmas, chig'i chiqsimi dingi chiqmas deydigan. Uning ustiga bir odam besim ichida xizmat qilaversa, oilasiga qaytgandimi, uydagilarga mehrli qarayamaydigan, ularga qo'pol muomala qiladigan bo'lib qoladi. Qosaqdagi qurtdaklar ichimdagini bilib olding acha. Men sening ochang tursam, seni albatta tushunaman-da. Acha cho'kin bira. Bo'ldi. Akira. Men yo'q uy kirib lep chiqay, ha. Esim qursin Shamshinur, tos qopdi men unutib qolg'ili. Men sizga Mavi Karinaz markasidagi ayollar sog'lomlik masalatlaridan aqash kelgandim. Ilanga? Oyey, qandaqmi bilib qolgansiz acha? Necha vaqtdan beri uy ishlarini qilaman deb, qo'limni suvga jiqtiqqachqa, bel qo'saqlarim og'rib turgandi. Rahmat ha. Bu mas'uliyatchi oila ayollarining berib davolanay desa ig'ir emas. Ig'ir emasmiki desa o'zi bek biyaram bo'layotgan. Berish fursati bo'lsa-mu, balam oilamda vaqt chiqaramayotgan oila ayollarga oilada o'ltiribla o'zini parvish qilishga, asrashga yaqindan yordamda bo'la oladi ekan. Ishiltib beqma ukam. Ma'qul. Shamshinur, Aka, nima bundoq kiyinib olding? Tomoq yetkazish ishlab o'tamsan nima? ha. O'zim bo'ldi yo'qlab boramadim. Yo'l chiqgan ahvoli yaxshi emas ekanda. Elimiz Salomjon turmushning jafosini tatiyotgani necha yil bo'ldi. Tek 4 yilning oldida o chopchib turadigan otdek shunchalik ruhliq edi. Qachon men xizmatda istifa berdim, shundan boshlab jafoning hammasi uningga qoldi. Shunga menmo uyning yukini yengillatay deb pul topadigan ish qilyapman aka. Biroq sen bundoq ishlab yursang, men o'zimni aybkordek his qilib qolganman. Qara. Qiynakamning oldida ya kirib ketgandek bo'lib ketdim. Hech qisi yo'q ukam. Ömrning har bir qadami badal so'raydi. Turmushning har bir qadami g'ayrat sinaydi. Tansizlik shuki, bu turmush er yoki ayol deb hech kimni ayab qo'ymaydi. G'ayrat qilinglar. Biri manga